Bu yer qanaqa joy o'zi? Nega kelib qoldim? To'g'risini aytaman, bu yerda haqiqiy atmosferada ishlash ijodkorga boshqacha ruh berar ekan. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida jami 17 ta yo'nalish mavjud. O'rtacha necha ball bilan ushbu institutning talabasi bo'lishi mumkin? 176 ball bilan ham kirgan talabalar bor. Oliygohda faqat va faqat qizlar uchun maxsus stipendiya joriy etilgan. Ikki qo'l va ikki oyoqda partat chizamiz. Ehtiyot bo'ling, orqamga kelib boshimdan urishmasin yana. Xo'p, zapis bo'ldimi? Rassomlar boy bo'ladimi yoki yo'q? Yo'q, izoh yozishni unutmang. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Prounivers kuzatuvchilari. Men Sirojiddin Po'latov sizlarga Toshkent shahridagi yana bir oliy ta'lim muassasasini ko'rsatishga harakat qilaman. Bugun aynan sizlar bilan birgalikda Toshkent shahri Mirobod tumani Mironshoh ko'chasida joylashgan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti haqida siz bilishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni birma-bir aytib o'taman. Har doimgidek kontrakt narxlari, ta'lim yo'nalishlari, yotoqxonada yaratilgan sharoitlar, institutda o'qish uchun qanday imkoniyatlar borligi, institutning ilmiy darajasi hech qaysi bir jihat qolib ketmaydi. Biz boshlaymiz. Faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, izoh yozishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. 1997-yildan buyon faoliyat olib kelayotgan ushbu institut Toshkent shahri markazida joylashganligi bilan ahamiyatli. Undan tashqari bugungi kunda universitetda 3000 ga yaqin talabalar aynan 17 ta yo'nalishda ta'lim, tarbiya olib kelishmoqda va bu yerni tugatgan talabalar asosan muzeylarda va turli madaniy maskanlarda va ta'lim maskanlarida dars berish bilan mashg'ul bo'lishmoqda. Siz ham agar ushbu institutning talabasi bo'lib kelajagingizni ijod bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, ayni muddao deb bemalol aytishimiz mumkin. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutini tanlaydigan talabalar asosan o'zining alohida olami bor bo'lgan talabalar hisoblanishadi. Shuning uchun ham institutni binosiga kirishingiz bilan alohida did bilan tayyorlangan qo'l mehnatlarini, san'at asarlarini ko'rishingiz mumkin. Bir qarashda hech narsani anglatmaydigan asarlar aslida katta mohiyatga ega. Shuning uchun ham bu yerdagi asarlarni ko'rib siz kelib hayratga qolishingiz mumkin. Va undan tashqari talabalar vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun bu yerda maxsus o'rindiqlar tayyorlab qo'yilgan. Hattoki mana shu o'rindiq meni haqiqatan ham hayron qoldirdi. Tabiatga zarar yetkazmasdan turib, kreativ tarzda talabalar uchun o'rindiq tashkil etilgan. Bu yerda bo'sh vaqtlarda chiqib, o'zlarining vaqtlarini unumli o'tkazishlari mumkin. Undan tashqari boshqa o'rindiqlar ham mavjud va yoz kunlarida salqinlik olish uchun o'rtada fontan bor. Fontan hozir ishlamayapti, qish bo'lganligi uchun, lekin yozda aniq ishlaydi. Shunaqa gaplar. Tinib tinchimagan talabalar nimalarni o'ylab topishmaydi deysiz, bularni qarang. Vaqtlarni mazmunli o'tkazish uchun shunaqa fotosessiyalar bilan videolar ham tayyorlab turishar ekan. Men esa hozir boshqa jihat haqida gapirmoqchiman. Bu yerdagi talabalar aynan o'zlarining bilimlarini yana ham oshirishlari uchun institutda jami 3 ta akademikni 3 ta maxsus amaliy ustaxonalari bor. Talabalar birinchi kursdan ikkinchi kursga o'tish vaqtlarida o'zlarini arizalariga ko'ra xohlagan akademiklardan amaliy bilimlarni olishlari mumkin. Ya'ni men 3 ta yo'nalishdan bittasini tanlayman va mana shu yo'nalishda ta'limimni davom ettiraman va amaliy bilimlarimni mustahkamlayman deb istalgan ustozdan birini tanlashadi. Va men hozir dastgohli rang tasvir o'quv amaliy ustaxonasiga keldim. Bu yerni ko'rganingizda ishonasizmi? Dars bo'lyapti, shuning uchun sekinroq gapiryapman. Bu yerga kelganingizda, "Voy, bu yer qanaqa joy o'zi? Nega kelib qoldim?" deyishingiz mumkin. Lekin bu yerni qanday darslar o'tilishini ko'rganingizdan so'ng aniq bilaman, qiziqishingiz ortadi. Bu yerda o'sha siz qo'lingiz bilan ushlab, tegib ko'rmoqchi bo'lgan ranglar hammasi turadi va talabalar kelib shu yerni o'zida bilimlarni olishlari mumkin.
Ko'ryapsiz? Ko'chalarda yoki qayerdadir rassomlarni ko'rib, shu ranglarga bitta tek ko'rsam edi degan ishtiyoq bo'ladi-ku. Mana shu ishtiyoqni aynan mana shu yerda siz olishingiz mumkin. Hozir bu yerda ko'rib turganingizdek, 2-kurs talabalari uchun kompozitsiya darsi bo'lmoqda. Ustoz bu yerda talabalarga qanday qilib mana shu masofadan turib jarayonlarni, tasvirni qo'yishni o'rgatishmoqda. To'g'risini aytaman, bu yerda haqiqiy atmosferada ishlash ijodkorga boshqacha ruh berar ekan. Hamma texnik vositalar shu yerda turadi va keling ko'rsataman. Mana bu stulni ko'rib turibsiz. Bu stulda natura o'tirar ekan. Natura degani bu jonli insonlar. Bu yerdagi talabalar yoki o'sha rassomlar naturalarga qarab, ya'ni tirik odamlarga qarab, ba'zilari kiyimda, ba'zilari kiyimsiz bo'lishadi. Shularga qarab o'zlarini kartinkalarini tayyorlashar ekan. Haqiqatdan ham hayratlanarli va ajoyib. Va mana bu yerda ko'rib turgan kartinangiz ham haqiqiy bu institutning talabalari tomonidan tayyorlangan kartina hisoblanadi. Naturalardan foydalangan holda ushbu kartinka tayyorlangan. Ko'ryapsizmi? Agar siz shu institutning talabasi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shunaqa jonli jarayonlarda ishtirok etib, bemalol bilimlarni olib, bir haqiqiy mustahkam kadr bo'lishingiz mumkin. Jarayonlarni ko'rsatish esa men davom etaman. Sizlarga aytganimdek, ustaxonalarning yana biriga keldik. Bu yerga asosan dekorativ kompozitsiyalar tayyorlanadi. Har bitta ustaxonada bittadan akademik professorlar, dotsentlar talabalarga amaliy bilimlarni berib, talabalar amaliy bilimlarni mustahkamlashlari mumkin. Va bu 3-chi ustaxona hisoblanadi. Bu yerda talabalar o'zlarining bilimlarini asosan portret yo'nalishida mustahkamlashlari mumkin. Hozir juda ko'plab talabalarni ko'rib turibmiz. Bu yerda o'zlarining qo'l mehnatlari bilan chiroyli san'at asarlarini yaratishmoqda va asosiy ijodiy ishlari bu portretlar tayyorlash bilan bog'liq. Hattoki talabalardan biri mana bu yerda jonli natura vazifasini bajarib turibdi. Demak, yana bir kursdoshi naturaga qarab turib, mana shu holatni tasvirlashga harakat qilmoqda. Ranglarning uyg'unligini va umumiy atmosfera sizni haqiqatdan ham hayratga solishi shubhasiz. Keling, talaba bo'lishingiz mumkin. Atrofga bundoq qarasangiz, xuddi qarovsiz joyga o'xshaydi, lekin bu qarovsiz joy emas, balki haqiqiy ijodkorning atmosferasi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Jarayonlarni ko'ring. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu tayyor bo'lish uchun qancha vaqt ketadi? Bo'lish uchun hozir biz mayli tez ishlab tugatishga harakat qilamiz buni. Chunki bu qizimiz naturchik emas, kursdoshimiz. O'shaning uchun 3 soat vaqt o'tirib beradi bizga. Majburmi yoki O'zi xohlab. Biz so'ragan edik. rozi bo'ldi? Savol uchun o'tirib beradi, biz chizamiz. Shunaqa. Dilafruz opa, yana bir bor assalomu alaykum. Siz bilan suhbatlashib turganimizdan xursandman. Universitetni hozir hamma tomonlama ko'rib chiqib, hayratlanarli joylarim ham bo'ldi. Undan ham ko'ra keling, menga institutni ilmiy salohiyat bugun necha foizni tashkil etishi juda qiziq. Rahmat. Demak, bugungi kunda institutimizda jami 228 dan nafar professor o'qituvchilar, ya'ni ilmiy darajaga ega professor o'qituvchilar ta'lim berishyapti. Umumiy ilmiy salohiyatimiz 40% ga yetdi. Bu katta institut uchun kamlik qilmaydimi? Endi o'zi ilmiy salohiyat darajasi vazifasi o'zi biroz qiyinroq, ya'ni u o'qituvchilarni, ya'ni talabalar kontingentidan belgilanib, umumiy o'qituvchilarning soniga qarab belgilanadi. U salohiyat ba'zida tushib ham ketishi mumkin, ba'zida oshib ham ketishi mumkin. Ya'ni ishdan o'zini xohishiga ko'ra ketganlar bor, boshqa ishga o'tganlar bor. Shunaqa holatlar bo'lsa, salohiyat o'zgarib turaveradi. Tushunarli. Bizada demak imtihonlar 2 xil tartibda o'tkaziladi. Birinchisi
ijodiy imtihon, ya'ni albatta bo'lajak rassom, bo'lajak amaliy san'at ustasi yoki dizayner bo'lsin, albatta uni iqtidorini belgilab olish kerak. Buning uchun ulardan bizani institutda ta'lim berayotgan professor o'qituvchilar o'sha o'z kasbini yetuk mutaxassislari ijodiy imtihonlar olinib, ana undan keyin testdan o'tishadi va shu asosda o'qishga qabul qilinadi. Test qanday amalga oshiriladi? Davlat test markazi tomonidan Davlat tuzilgan. test markazi tomonidan tuzilgan savollar asosida ular O'rtacha necha ball bilan ushbu institutning talabasi bo'lishi mumkin abituriyentlar? Bu ham har xil o'sha nimaga qarab belgilanadi. Taxminan bizda o'sha eng yuqori ball bilan 186, 176 ball bilan ham kirgan talabalar bor va o'sha 100 balldan yuqori bo'lishi kerak. Albatta. Va yana bitta jihat bor. Mard o'g'lon Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan talabalarga ushbu institutda ham kirish imtihonsiz amalga oshiriladi. Yana qanday talabalar imtiyoz asosida o'qishga qabul qilinishlari mumkin? Hozir aytgan nimalaringizdan tashqari yana bizda davlat stipendiyatlari bor, ya'ni prezident stipendiyasi sovrindorlari yoki nomdor stipendiyalarini olgan talaba qizlar, ya'ni yoki talaba bolalar, ular o'sha magistraturaga to'g'ridan to'g'ri qabul qilinadilar. Mana bu ko'rib turgan joyingiz ushbu institutning talabalari o'rtasida bo'ladigan turli ijodiy ishlarning ko'rgazmasi tashkil etiladigan joy. Agar siz ham bu institutga mehmon bo'lib keladigan bo'lsangiz, bemalol mana shunaqa talabalar tomonidan tayyorlangan nodir asarlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi ko'rgazmalar, suratlar, ijodiy ishlar demak vaqt-vaqti bilan o'zgarib turadi. Chunki turli tadbirlar, tanlovlar yoki ko'rgazmalar bo'lganda hamma o'zini noyob asarlarni mana shu joyga olib kelib qo'yadi. Agar siz ham ushbu institutning talabasi bo'ladigan bo'lsangiz, sizning ham ijodiy ishlaringiz mana shu joyda ko'rinishi mumkin. Siz mana bu yerdagi chiroyli ko'rgazmalarni ko'rib, ko'zingizni quvnatib olganingizdan keyin zinadan chiqib mana bu tomonga bir qaraganingizda, ayniqsa qish payti yoki bahor payti bo'lsa, qor yoki yomg'ir yog'ib tursa, mazza qilib ijodkorni yana ham ilhomlantiradigan atmosfera bo'lar ekan. Tomosha qilish juda ham zo'r. Haqiqiy binosi ham ijodkorlarga mos va xos tarzda qurilganini ko'rish mumkin. Bemalol qarab turasiz. Oynaga, derazalarga yomg'ir yo qor urib turadi. Undan keyin sizni yana ham ilhomlantirib yuboraman. Bu yoqdan qarab ilhomlanib bo'lganingizdan so'ng sekingina mana shu tomonga qaraysiz. Ijodkorlarni haqiqiy qo'l mehnati, yurak qo'ri, qalbini qaynoqligi va ranglarni shunchaki rang emas, balki olam taassurotlar bilan tasvirlaganini ko'rishingiz mumkin. Ranglarni uyg'unligini qarang, odamlarni, harakatlarni umuman boshqacha tarzda mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Sizlarga institutdagi yana qiziq joylarni ko'rsatishda men davom etaman. Tomosha qiling. Yoqayotgan bo'lsa, like bosib, izoh yozishni unutmang. Agarda siz institutning, ayni shu institutning talabasi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu katta zalda tadbirlar bo'lib o'tadi. Oldindan sizga ko'rsatib qo'yayapman. Demak, kelganingizda mana shu yerda talabasi bo'lib, tadbirlarda ishtirok etishingiz mumkin. Bu katta tadbirlar bo'ladigan zal. 250 ga yaqin talabalar yoki anjuman ishtirokchilari ushbu zalda bemalol tadbirda ishtirok etishlari mumkin va shundoq qilib yonida esa xalqaro suhbatlar, anjumanlar, kichik majlislar bo'ladigan zal bor. Agar siz iqtidorli talabalar safida bo'lsangiz, bu zallardan tez foydalanish imkoniyatingiz bo'ladi. Siz Milliy rassomlik va dizayn institutiga kelib, mana shu o'quv zallarini atrofida yurar ekansiz. Bu yerda shunchaki o'tib keta olmaysiz. Atrofingizda, o'ngda va chapda turgan foto ko'rgazmalar sizni so'zsiz bag'riga chorlaydi va birinchi marotaba kelayotgan bo'lsangiz, qiziqish bilan uni qanday tayyorlanganiga va shu bilan bir qatorda kim tayyorlaganiga aniq qiziqasiz. Nimaga deganda, bu yerda shunchaki qo'l mehnati emas, talabalarni haqiqiy ma'nodagi ijodkorlik bilan tayyorlagan ishlarni ko'rishingiz mumkin. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deyshadi. Shuning uchun keling, chiroyli kadrlarda bu yerdagi suratlarni birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Siz bilan suhbatlashib turganimdan xursandman. Siz bilan avvalgi bo'lgan suhbatlarda bolaligingizdan aynan rassomchilikka qiziqishingizni aytgansiz. Aynan mana shu qiziqishlaringiz, salohiyatingiz, iqtidoringizni yana ham shakllanishida va bugun erishib kelayotgan katta-katta yutuqlaringizga ushbu institutning o'rni qanday? Xo'p, avvalambor ko'rishganimdan xursandman. Bu institut o'rniga keladiganimizda juda katta bo'lgan, qiziq bo'lgan o'zi aslida. Men 2 yil bu institutga topshirib kira olmaganman. O'sha o'qish tugatgandan keyin uyimdagi o'sha payt qayd deyishgan, viloyatga o'qishga topshir bizda ham bor o'sha. Lekin xohlamaganman, chunki baribir urug' yer yaxshi bo'lsa, dehqon yaxshi bo'lganda yaxshi ko'karadi, yaxshi meva bera oladi. Men xohlaganman. Men xohlagan darajaga yetish uchun ustozlar, atmosfera, joy muhim o'rin tutadi va bu O'zbekistondagi eng yaxshi joy deb mana shu institutni hisoblaganman va shu yerga o'qishga 2 yil kira olmagan taqdirimda ham yana topshirganman va 3-yil kirib talaba bo'lganman. Undan keyin mana bakalavriatni tugatdik, mahobatlar rangtasvir yo'nalishim. Undan keyin 1 yil orada perrish bo'ldi, chunki magistraturaga topshirishga menda grant yoki til sertifikati bo'lmadi qoldi. Undan keyin men harakat qildim, yana magistraturani o'qishimni davom ettirishim kerak, ustozlardan bilim olishim kerak. O'shaning uchun harakat qildimda Martog'lon davlat mukofotiga hujjat topshirib, nasib o'sha mukofotni oldik va undan keyin mana hozirda grant asosida o'qimoqdaman. Bu institutda talabalar uchun qanday bir qulay sharoitlar bor va mazza qilib o'qish mumkin? Men asosan aytib o'tgan bo'lardim, qanaqa joy bo'lishidan qat'iy nazar haliga ta'kidlab o'tdim. Bu yerda eng menga yoqadigan tomoni ustozlari, chunki O'zbekistondagi top ustozlar, professorlar, o'zim yoshligimda havas qilib masalan rassomchilikka kirganda shu ustozlardan ilm olsam ekan deb havas qilgan ustozlarni qo'lda o'qiyman. Hozir bilamizki, qo'lingizda va oyog'ingizda bir xil chizish qobiliyatingiz bor. Alloh tomonidan berilgan. Lekin uni qaysi yillar davomida mukammallashtirdingiz? Xo'p, bakalavriatni bitirayotgan paytimda g'oya kelgan, har bitta rassom o'z yo'li bo'lishi kerak. O'ylaganman va noodatiy uslubda portret chizishga qaror qilganman. Undan keyin turli xil noodatiy portretlar chizdim, har xil instrumentlardan. Va 2024-yil yanvar oyida g'oya keldi. Undan oldin 2 qo'lda rasm chizgandim, o'xshagandi va g'oya keldi 2 qo'l va 2 oyoqda portret chizamiz. Keyin bolalarga aytdik, syomka qilamiz, qo'yasizlar. Ular hayron bo'lishdi. Iloji bormi? Chunki men tayyorlanmaganman, shug'ullanmaganman. Keyin aytdim, syomka qilamiz, ko'ramiz. Va chizdim, o'xshadi. 4 ta inson portretini chizganman, o'xshadi. Undan keyin internetga qo'ydik, tarqab ketdi va undan so'ng mana Rossiyaga borib keldim, ajoyib odamlar loyihasiga. Hozir Got Talent loyihasida qatnashmoqdaman. Va navbatdagi manzilimiz oshxona. Oshxona nafaqat abituriyentlar uchun, balki talabalar uchun ham juda qiziq manzil hisoblanadi. Agarda siz ushbu institutga ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, oshxonasida 20 xilga yaqin taomlar tayyorlanadi. Ertalabdan toki kechki vaqtgacha oshxona talabalar uchun va mehmonlar uchun xizmat qiladi. Ovqatlarning narxi o'rtacha 27 ming so'mni tashkil etadi. Uning ichiga nonni ham narxi bor. Agar siz yengilroq tamaddi qilmoqchi bo'lsangiz, jami 15 ming so'mdan boshlab u yog'i o'zingizning xohishingizga ko'ra narxni to'lab narsalarni xarid qilib olaverasiz. Shunaqa, bu yerning oshxonasi narxlari sizga ma'qulmi, yoqdimi? O'rtacha 27 ming so'mga ovqatlanasiz. Xohlasangiz arzonroq, xohlasangiz qimmatroq mahsulotlarni ham tanlab olishingiz mumkin. Turli ichimliklar va yengil tamaddilar ham aynan mana shu yerda hozirlab qo'yilgan. Ushbu institutda o'qiydigan talabalar, bakalavrlar, magistrlar va doktorantlar qaysi mamlakatlarga borib, institut bilan tuzilgan hamkorlik asosida amaliyot o'tab, o'zlarining bilimlarini mustahkamlab kelishlari mumkin. Rahmat savolingiz uchun. Bugungi kunda bizning institut 30 dan ortiq o'sha xorijiy davlatlar bilan hamkorlik qilishadi. Ya'ni muntazam har yil deyarli o'sha talabalar, professor o'qituvchilar o'zlarini o'sha nima deydi, malakalarini turli xorijiy davlatlarda o'tab kelishmoqda, xususan Malayziyada, Belgiyada, Italiyada, Turkiyada, Ozarbayjonda, Koreyada va boshqa bir qator davlatlarda ular o'sha malaka oshirib kelmoqdalar. Hozir bizni ko'rib turgan abituriyentlar orasida bu yerga, ya'ni shu institutga o'qishga topshirishga qiziqayotganlar bo'lishi mumkin va men o'sha chetga borib malakamni oshirib kelishim uchun talabalardan qaysi jihatlarim bilan ajralib turishim kerak yoki qaysi fanlardan a'lo baholar olishim kerak degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu savolga qanday javob beramiz? Birinchi o'rinda bizning
instituti tanlagan va kelgusida shu Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiga o'qishga kiraman degan talaba yoshlarga birinchi o'rinda o'sha tasviriy va amaliy san'at sohasida, shu bilan birga dizayn sohasida hamda san'atshunoslik va muzeyshunoslik sohalarida o'zlarini bilimlarini yaxshilab, o'sha charxlab borishlarini maslahat qilardim. Ya'ni bizda o'sha turli hozir yuqorida aytganimdek, o'sha rang tasvir, chizma tasvir kabi fanlardan ijodiy imtihonlar olinadi hamda san'atshunoslikdan suhbat jarayonlari ham o'tkaziladi va ular mana shu O'zbekiston tarixi, san'at tarixi, umuman yurtimizda o'sha faoliyat olib borayotgan muzeylar, O'zbekiston xalq rassomlari, galereyalar bor. Yana shu bilan birga aynan o'zbek brendiga ega bo'lgan mashhur dizaynerlarimiz bor. Ularni ijodlari bilan ham qiziqib, ma'lumotlarni to'plab, o'zlarini shu ijodiy bilimlarini mustahkamlab borishni tavsiya etgan bo'lardim. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida qanday yo'nalishlar, qanday fakultetlar va qanday magistratura, doktorantura yo'nalishlari mavjud? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat. Ya'ni bizda bugungi kunda 4 ta fakultetimiz bor. Birinchisi tasviriy san'at fakulteti, ikkinchisi amaliy san'at fakulteti, san'atshunoslik va muzeyshunoslik fakulteti va dizayn fakultetlari bor. Bularda demak talabalar 17 dan ortiq, adashmasam 17 dan ortiq mutaxassisliklar bo'yicha o'sha qabul kvotalari ajratiladi va shular bo'yicha tahsil, ta'lim, tarbiya olishadi. Ya'ni bu yerda o'sha muzeyshunos, san'atshunos, rassom hamda yana ta'mirlovchi amaliy san'at va boshqa bir qator yo'nalishlarda. Demak, 4 ta fakultetda 17 ta yo'nalishda abituriyentlar o'zlariga mos bo'lgan yo'nalishlarni tanlab talaba bo'lishlari mumkin. Magistraturaga o'qish bo'yicha nechta yo'nalish bor? Magistratura ham bevosita shu yo'nalishlarni kelgusida davom ettiradigan yo'nalish hisoblanadi. O'zi magistraturada talabalar asosan ilmiy ish qilaman, kelgusida shu olima bo'laman va o'zim ustida ishlayman degan talabalar ko'proq kirishadi va bu yerda ham o'z yuqorida aytgan yo'nalishlarim bo'yicha o'zini mutaxassisliklari bo'yicha chuqur bilimlar beriladi. Masalan, bitta abituriyent kelib, bakalavr yo'nalishida talaba bo'ldi, magistraturada o'qidi, demak, keyingi ilmni ham davom ettirishi mumkinmi va bu bo'yicha qanday imkoniyatlar bor? Doktorantura, fan doktori yoki professor, akademik bo'lish darajasigacha. Albatta, bizning institutda oliy ta'limdan keyingi ta'lim jarayoni ham muntazam yo'lga qo'yilgan. Ya'ni hozir aytganingizdek tayanch doktorantura va mustaqil izlanuvchilik faoliyati bor. Hozir bizda 74 ga yaqin mustaqil tadqiqotchilar o'zlari mana shu o'zlari qiziqtirgan bizning yo'nalishga badiiy ta'limga oid bo'lgan sohada ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Ularni demak bo'ladigan bo'lsak, tayanch doktorantura va doktorantura o'sha stipendiya olib o'qiladigan yo'nalish hisoblansa, ammo mustaqil tadqiqotchilik bu bevosita o'zini ish joyidan ajralmagan holda ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishi mumkin. Siz aytgan dotsent, professorlik va akademiklik unvonlari bu ilmiy unvonlar hisoblanadi. Ular bevosita pedagogik faoliyat bilan bog'liq. Ya'ni ilmiy darajani olib, shu yerda shu talabalarga ta'lim, tarbiya berib, shu o'zini bilimini yoshlarga qancha yaxshi olib boraversa-ki, u muntazam boyadagi dotsent, professor unvonlariga ega bo'lishadi. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida talabalar uchun qanday stipendiyalar, grantlar joriy etilgan? Rahmat. Yana bizda o'sha ilk o'zbek ayoli Shamsiroy Hasanova, ilk o'zbek rassom ayoli to'g'risida Shamsiroy Hasanova nomidagi institut ichki stipendiyasi ta'sis etilgan. Bu faqat qizlar uchun. Qizlar uchun, aynan o'sha qizlar uchun. Ya'ni buni asosiy maqsadi shu rassom bo'laman, ijodkor, o'sha dizayner bo'laman, san'atshunos bo'laman degan qizlarga qo'shimcha rag'batlantirish, ularni o'sha motivatsiyasini oshirish va umuman san'atga qiziqishni yanada uyg'otish va o'z ustida ishlash maqsadida shu stipendiyamiz ta'sis etilgan. Bilamizki, har bitta oliygohda talabalar ma'lum bir stipendiyani olish uchun demak, bosqichma-bosqich qaysidir bir jihatlardan o'tishlari kerak bo'ladi. Siz shu stipendiyani olish uchun qaysi bosqichlardan o'tdingiz? Qaysi muvaffaqiyatli tomoningiz uchun sizga berishdi? Bunday stipendiyalarga sazovor bo'lish uchun dastavval shu o'zimni ilmiy rahbarim bilan kuchli faoliyat olib borib, o'z ustimizda ishlab, ilmiy maqolalar yozib bordik va keyin ularni
xalqaro va respublika jurnallarida, konferensiyalarida ishtirok etib chop ettirganmiz. Shu keyin ko'rgazmalar o'tkazganmiz, ko'rgazmalarga kuratorlik qilamiz. Mening yo'nalishim muzey menejmenti va madaniy turizm, ya'ni san'atshunoslikka doir. Bizda nazariy o'tiladi, amaliy emas fanlar. Rassomlar, shu ijodkorlar ijod qiladi, biz esa uning asarlarini olib ko'rgazma qilamiz, ko'rgazmasini tashkil etamiz. Shu jarayonlardan o'tganmiz. Keyin institutning ichki stipendiyasi bor. U qizlar uchun joriy etilgan. Shamsuroy Hasanova. Faqat qizlar uchun. Ha. Shamsuroy Hasanova o'zi kim bo'lgan? U ilk o'zbek ayol rassom hisoblangan. Shu sababli ham shu ayol rassom nomiga bag'ishlab institutning ichki stipendiyasi joriy qilingan. Bu stipendiyaga 2024-yil sazovor bo'lganman. Bundan keyinchalik esa yil talabasi bo'lganman. Keyin yana Islom Karimov nomli davlat stipendiyasiga ham sazovor bo'lgan. Ushbu institut tayyorlab berayotgan kadrlar qayerlarga borib bugungi kunda faoliyat olib bormoqda? Demak, bugungi kunda institutimizni bitirgan talaba yoshlar yurtimizdagi bir qator ijod maktablarida o'zlari dars beradilar. Bundan tashqari bizda o'sha viloyatlarimizda hamda yurtimizda juda ham ko'p galereyalar bor, muzeylar bor, uy muzeylari, davlat muzeylari. Shularda ular faoliyat yuritib kelishmoqda. Va shu bilan birga o'zimizning institutda ham ko'pchiliklari yoshlarga o'sha ta'lim berishda ishlab kelishmoqda. Men o'zim ham shaxsan shu institutni bitirganman va bugungi kunda institut prorektori bo'lib faoliyat olib boryapsiz. Farruh, ushbu institutni talabasiz. Nega aynan ushbu institutni tanlagansiz? Bu institutni tanlashimga sabab Kamoliddin Behzod instituti O'rta Osiyoda yagona institut hisoblanadi. Kuchli institutlardan bittasi. Bu yerda akademik xalq rassomlari dars beradi. Shuning uchun shu institutni tanlagan. Shularga xos. Boshqa institutlarda ham akademiklar bor-ku? Yo'q, boshqa institutlarda men aynan topshirgan yo'nalishim bo'yicha unaqa xalq rassomi akademiklar yo'q. Bugungi kunda qanday muvaffaqiyatlarga erishib kelyapsiz? Ushbu institut sabab. Institut sabab 3-kurs paytim Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sovrindori bo'ldim. 4-bosqichda o'qiyman hozir. 4-bosqichda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasi sovrindori bo'ldim. Mana shu hammasi sovrinlarga sabab bo'lishimga shu institutda bo'layotgan tadbirlar, tanlovlarga bo'lgan yo'llanmalar sababchi bo'lgan, ko'rgazmalar qilishimizga ko'proq imkoniyatlar yaratib berishadi. Shuni hisobiga shu institutda bo'lgan sharoitlardan foydalangan holda shu yutuqlarga erishib keldim. Ushbu institutga topshirsammi, topshirmasammi deydiganlarga qanday bir maslahat bergan bo'lardingiz? Nima uchun ushbu institutga topshirish kerak o'qishga? Ushbu institutga topshirish kerak o'zini karyerasini talabalik paytidan boshlamoqchi bo'lgan odamlarga bemalol taklif bera olaman. Chunki bizning sohada juda ham tanlovlar ko'p bo'ladi, ko'rgazmalar masalan, imkoniyatlar juda ham ko'p. Karyerasini institut bosqichidan boshlayman degan yosh rassomlar bo'lsa, bemalol shu institutga topshirib, karyerasini talabalik paytidan boshlash. Bitta savol bermoqchiman. Aniq javobingiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Rassomlar boy bo'la oladimi? Maqsadiga bog'liqda, boy bo'lish xohlaydigan yo'q, menga aniq ayting. Rassomlar boy bo'ladimi yoki yo'qmi? Boyi ham bor, lekin rassomlar boy bo'ladimi yoki yo'q? Yo'q. Nega? Nega shuni bila turib bu yo'nalishni tanladingiz? Qiyin emasmi? Endi maqsadi agar boy bo'lish bo'ladigan bo'lsa, boy bo'ladi. Masalan, agar boy bo'lishni xohlab ijod qiladigan bo'lsa, insonlarning talabiga moslashib ijod qiladigan bo'lsa, hozirgi kunda boy bo'lish mumkin. Institutning talabalar uchun yana ham qiziqarli bo'lgan joy bu albatta kutubxona hisoblanadi. Bugungi kunda institutda kutubxona 8 dan kechki 6 gacha faoliyat olib boradi. Bitta talaba bitta kitobni o'rtacha 10 kunda olib, foydalanib, so'ng kutubxonaga olib kelib topshirishi mumkin. Kutubxona bazasida jami 44 mingga yaqin nusxadagi kitoblar bor. Siz kelib istalgan nusxadagi kitoblarni tanlab olib, xohlasangiz shu yerni o'zida, xohlasangiz uyingizga olib ketib mutolaa qilishingiz mumkin. Yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Maxsus Telegram kanal bor. Telegram kanali orqali kirib, siz turli darsliklarni va kitoblarni ham elektron
nusxada bemalol mutolaa qilishingiz mumkin. Shuni ham aytishimiz kerakki, 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlariga tegishli bo'lgan noyob adabiyotlar ham bugungi kunda ushbu kutubxona fondida maxsus saqlanib turibdi. Kelib u kitoblarni ham olib, mana shu joyni o'zida mutolaa qilsangiz bo'ladi. Ha, yana bir jihat bor. Siz bu yerda kitoblarni o'qish bilan bir qatorda kompyuterlardan ham foydalanishingiz mumkin. Menga qaramasanglar, deb buni o'tkazib yubormasinglar. Menga qo'yil. Ketdimi? Ehtiyot bo'ling, orqamga kelib boshimdan urishmasin yana. Xo'p, zapis bo'ldimi? Bo'ldi. Bu Pro Univer. Qadrli kuzatuvchilar, sportni sevadigan abituriyentlar ham bemalol shu institutga o'qishga topshirishlari mumkin ekan. Nimaga deganda, universitet binosining 2-qavatida mana shu sport zal bor. Bo'sh vaqtingizda tanangizni bir chiniqtirish uchun bemalol kelib do'stlaringiz bilan to'p o'ynab, voleybol va sportning boshqa turlari bilan shug'ullanishingiz mumkin. Shu joyni aytish o'zi esimdan chiqib ketgan ekan, birdan kelib qoldim. Ushbu institutga uzoq masofadan kelib o'qiydigan talabalar uchun yotoqxona ham mavjud. 3000 ga yaqin talabalar bugungi kunda ushbu institutda ta'lim, tarbiya olishayotgan bo'lsa, shulardan 450 nafariga yotoqxona bilan ta'minlab beriladi. Yotoqxona uchun 1 oylik to'lov narxi esa 340 ming so'mni tashkil etadi. Yotoqxona institut hududida emas, balki boshqa bir hududda joylashganligini ham aytib o'tishimiz kerak. 28 yildan buyon faoliyat olib kelayotgan va rassomchilik, haykaltaroshlik, umuman san'at sohasida yetuk kadrlarni tayyorlab berayotgan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti haqida sizlarga siz bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qildik. Yana siz ushbu institut haqida qandaydir biz aytmagan ma'lumotlarni bilsangiz, izohlarda yozib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda joylashgan yana bir fayzli oliygohda Pro Univer bilan birgalikda albatta ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, izoh yozishni unutmang. Salom alaykum.